Keling, bugun siz bilan mana shu diademamizni yasashni o'rganamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan barcha narsalarni oldimizga yig'ib olamiz va ishimizga kirishamiz. Yo'rim simimizni olib va uni tekislab, ustiga kley surib, kleyimizni ozgina qotgandan keyin metrajka o'zimizni ustiga akkuratni qilib yopishtirib chiqamiz. Shu orada sizlarni o'zim yangilangan Mohir qo'llar 2025 nomli onlayn kursimga taklif qilib ketmoqchiman. Agar siz ham shu sohaga qiziqsangiz va daromadli kasb egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, unda bu sizga juda ham zo'r imkoniyat, chunki siz asl narxi 150 ming bo'lgan onlayn kursimda bor yo'g'i 70 ming so'm evaziga o'qishingiz mumkin. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang, chunki bunaqa imkoniyat boshqa bo'lmasligi mumkin. Siz haqida to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, direktdan kurs so'zini jo'nating va men sizga to'liq ma'lumot jo'nataman. Endi esa ishimizga qaytamiz. Yo'rim simimizdagi metraj o'zimizni yaxshilab yopishib olgunicha 0.4 razmerdagi simimizdan 1,5-2 metrga kesib olib, mana shunaqa qilib to'qishni boshlaymiz. Mana shu ko'rinishdagi shoxcha to'qib olamiz. Yo'rim simimizni uzunligidan где-то 5 santimetrcha uzunroq qilib, keyin esa lotka ko'zlarimizni teskari ag'darib olib, kley surib, qotgunicha olib qo'yamiz. Bu orada esa kesib olamiz va yo'rim simimizga metraj o'zimizni mana shunaqa qorab qotirib chiqamiz. Keyin esa yo'rim simimiz bilan boyagi shoxchamizni sim yordamida mana shunaqa ko'rinishda qotirib olamiz va videoda ko'rsatilgandek shakl berib, har bir birlashgan joyini sim yordamida qotirib chiqamiz. Qotirib bo'lgach, shoxchalarimizni har bir uchiga lotka ko'zlarimizni shunaqa ko'rinishda yopishtirib chiqamiz. Keyin mana shunaqa uchiga zalentamizni bir xil qilib ikki tarafiga kesib olamiz va ikkala tarafiga ham bog'lab, ortiqchasini kesib, kesgan joyimizni zajgalka yordamida kuydirib qo'yamiz. Shu bilan bizning bugungi aksessuarimiz tayyor. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayrtgancha sizni o'zimning onlayn kursimda kutib qolaman.